Okani xolodilnigiga keldim. Tanish aka Zifliyadan xolodilnik olganlar. Bularda motor deb ketishgan bolalar. Klinga tushib qolgan motor. Klinga tushib qolgan sababi mana hozir uzvordik. Sababi shu klinga tushib qolishi, bularda o'zidan o'zi slabiy motor qo'yiladi deb bularda. Mana shu kachat mana shu uxlari aylanib ko'rdinglar. Motor deb ketishgan. Okaga. Atak bu yerda motor просто klinga tushgan bo'ldi. Yangi xolodilnik o'zi. Bilsanglar, Zifliyaga yaqindan chiqqan narsa-yu. 10 yil, 15 yil indamay ishlash kerak edi o'zi aslida. Eskilar shunaqa endi, bu yangilarda sal nozo'roqda. Bo'ldi, xudo xolasa hozir relaylarni qo'yib boshqatdan ishlataveramiz o'zini. Ishlagan qilib. Agar sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Aloqadamiz.